Kuni kecha Jizzax viloyatida Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamda O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash Jamoat fondi vakillari mintaqadagi nodavlat notijorat tashkilotlari bilan uchrashdi. Uchrashuvning asosiy mavzusi Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi tomonidan e'lon qilingan grant tanlovida ishtirok etish tartibi bo'ldi. Tadbir davomida fond vakillari grant olish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni onlayn platforma orqali topshirish jarayoni haqida batafsil ma'lumot berishdi. Oldin xabarlaringiz bor edi, 5 ta demak grant tanlovi e'lon qilinardi va unda umumiy hisobda har bitta grant tanlovimizda 4 milliard 5 milliard atrofida mablag' berilardi. Biz bu narsadan yiroqlashdik. Har bir hudud uchun Oliy Majlis Jamoat fondi tomonidan 1 milliard so'mdan demak birinchi tanlov uchun har bir hududga sarfladik. Bu kabi uchrashuvlar nodavlat sektorning faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning imkoniyatlarini kengaytirish va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.